Usmonlining barcha qarzini men to'layman. Qudus puldan qimmat. Usmonliga dunyo davlatlari qarshisida obro' qozon kiraman. Qudusga ega chiqqan davlatning obro'si eng yuqori hisoblanadi. Askarlaringizga yangi miltiqlar, qo'shiningizga yangi to'plar, qurollar sovg'a qilaman. Qudusni himoya qila olmaydigan qo'shin podadan farq qilmaydi. Bu dunyoga doir nimani taklif qilsangiz ham, Qudus undan qimmatroq afandi. Qudus bizning haramimiz. Qubbalari butun koinotni egallaydi. U yerda o'qilgan azonlar barcha mu'minlarning ko'nglini oydinlatadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xotirasi. Jalohiddin Ayyubiyning omonati, Yovuz sulton Selimxonning fathi bo'ladi. Endi tan bo'ling.